ustaxonangiz bozorning atrofida bo'lgani ham yaxshi ekan-da, usta. Odamlar tez-tez kirib chiqib turishadi. Bozorni barakasi degani shuda uka. Ha. Endi har xil odamlar kelib turishadi. Ko'pchilik tumanlardan kelishadi. Ba'zida har xil qalang'i, qasang'ilari ham kirib turishadi. Ha, endi odamlar bozorga kelganda narsasini tashlab kirib ketishadi. Ishonishadi. Yaxshi. Yaxshi insonligingiz yuzingizdan ko'rinib turibdi. Savob ish ham qilib turar ekansizda. Ha, endi odamlarning yaxshi ishi bilan savob bo'ladi-da. Boringizga shukr. Bir savolim bor edi. Aytavering. Siz bu Instagram, Telegram, Facebook saytlarida bormisiz internetda? Insta degani bu Instagram ham juda ko'p. Undan keyin Telegramga kelsak, birorta Telegram yo'q. Hozir telefon, Nokia degan narsalar chiqib ketgan-ku. Telegram u ilgari pochtada qolib ketgan. Yo'q, siz meni tushunmadingiz. Internetda demoqchiman. Sahifalaringiz bormi? Facebook, Telegram. Tanishuv saytlarida demoqchiman. Yo'q. O'zi shundoq ham tanishlarim juda ko'p. Yaxshi. Ko'rinib turibdi tanishlaringiz ko'pligi. O'zingiz qayerda yashaysiz, sir bo'lmasa? Shahardami? Ha, shaharda. Somonxona ko'chasida. Bizni ko'chada ilgari karvonsaroy bo'lgan ekan. O'shandan shu Somonxona nomi qolib ketgan. Somonxona ko'chasida ko'p bo'lganman. To'g'risi yaxshi ko'cha. Ish bilan borib turaman. O'zingiz nima ish qilasiz? Menmi? Men ham ustaman siz kabi. Mardikorchilik ham qilib ketaveramiz joyi kelsa. G'isht terish, tom yopish. Haligi nima deydi? Yigit kishiga 40 hunar oz deyshadi-yu. Shunga o'xshab rizqimizni terib yuramiz. Ha, yaxshi. Kasbingiz bor ekan. Bu yaxshi. Ana endi sizni boshmog'ingizni ta'mirlaymiz. Xo'sh, bu yerini tikish kerak. Bunisini almashtirish kerak. Poshnasi yilib ketibdi. Bu juda ko'p yurasizmi deyman-da. Qayerdan bildingiz? Bu poyabzalingiz o'zi aytib turibdi-ku. Yangi bo'lsa ham poshnasi yilib ketgan. Demak, ko'p yurasiz. Ha, endi erkak kishi yurish kerak, ishlash kerak deydi-ku. Saodat. Voy, Odil aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kutirib qo'ymadimmi? Yo'q, taklifnomalarni oldingizmi? Ha, mana oldim. Qani? Qara, chiroyli chiqdimi? Odiljon va Saodatxonlarning nikoh to'ylariga lutfan taklif etamiz. Abdullayevlar xonadoni. Zo'r-ku. Albatta. Qani? Xudo xolasa to'yimiz hammanikidan zo'r bo'ldi. Eshityapsanmi? Hammani og'zi ochilib qoladi. Iloyo shunday bo'lsin. Anavini ham to'yga aytdingizmi? Kimni? Haligi bor-ku, sinfdoshingiz, Zokir akani. Ha, aytmoqchiman. Boya ishxonasiga o'tgandim. Yo'q edi. Qaytishda uyiga kirib o'taman. Nima, to'yga aytmaymi? Yo'q, o'zingiz bilasiz. Menga qara, Saodat. Zokirning senga aytgan gaplari bor-ku, gadoyvachcha degan. Aynan shuning uchun ham to'yga aytmoqchiman. Odil aka, bo'ldi. Unaqagina kash bo'lmang. Jahl ustida ekan qo'yganda, qolaversa unga 3-4 yil bo'ldi. Xo'p, unutdim. Lekin baribir to'yga aytaman. Ha, Nasibani ko'rgandim. Fathiddin akaga ichki ishlar xodimlari uchun qurilayotgan uylardan berishayotganmish. Ha. Fathiddin bunga arziydi, chunki o'zing bilasan. U bir jinoiy to'dani qo'lga kiritdi va yelkasidan o'q yedi. Qolaversa seni bezorla qo'ldan qutqardi. Ularga juda ham havasim keladi-da. Bir-birlariga juda ham mos. Xudo xolasa men ham mo'maygina oylik beradigan ish topaman va uy, mashina olamiz. Xudo xohlasa. Keyin menga qara. Baland qavatdan uy olamiz. Nima deysan? Nega? Shu desang,
hammadan baland turishing uchun. Sal pastroqga tushaylik. Nega? Ana bu balandga qaraganimda boshim aylanib yiqilib tushaman. Yiqilib tushaman demoqchimisan? Mayli. Agar yiqilib tushsang, o'zim tutib olaman. O'rtoq mayor, o'sha etik do'st Erkin aka yomon odamga o'xshamayapti. U ko'p yillardan beri shu kasb bilan shug'ullanar ekan. Surishtirdim. Haqiqatan ham uzoq yaqindan kelganlar ul-bul narsa xarid qilib, do'konda qoldirib, qaytishda olib ketishar ekan. Bunga shaxsan o'zim guvoh bo'ldim. Kuni kecha Muhabbat degan ayol ham opasi uchun 5 terak qishloqdan bir xalta qatiq suzmani jo'natgan va roppa-rosa 1 soatdan keyin jiyani kelib olib ketishini iltimos qilgan. Olib ketishadi. Evaziga sariyog' beradi. Bu yana takrorlanadi. Buni evaziga Muhabbat unga sut qatiq yuborgan. O'zi kela olmasligini aytib, taksistdan jo'natgan. Bu qilgan yaxshiliklari uchun Erkin akaga ora-chora sut qatiq jo'natib turarmish. Bor bilganlarim shu. Demak, Feruza u yerga tasodifan kirib chiqqan, shundaymi? Shundayga o'xshayapti menimcha. Shubha uyg'otmaslik uchun to'g'risi etik do'stni ko'p so'roq qilmadim. Agar so'raganimda balkim haqiqatdan esla olmasligi mumkin edi. Agar u rostdan ham 5 terakdan bo'lsa, Muhabbatni yaxshilab surishtirishimizga to'g'ri keladi. Nega bunday deyapsan? 5 terak chegarada joylashgan qishloq. U qo'shni davlat bilan jariklar, daryo orqali tutashadi. Kontrabanda o'sha yerdan o'tishi mumkin deb taxmin qilyapman. Yaxshi, men ham shu fikrdaman. Feruza Ochilova demak bekordan bekor shu ustaxonaga kirib chiqmagan. Qatiq bilan suzmaga kelsak, Fozilov. Eshitaman o'rtoq. Juma kuni keladi dedingmi? Xuddi shunday. Juma kuni shu yerda bo'ladi. Yaxshi. Hasan, Eshitaman o'rtoq mayor. kelasi juma tezkor guruhni olib, o'sha ustaxonani tekshiruvga olinglar. Tushunarli. Kim ekan o'zi o'sha jiyan? O'zi nima ekan o'sha sut qatiq? Balki rostdan ham sut qatiqdir. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Lekin cho'chitib yubormanglar. Xo'p, Biz bo'ladi. har xil taxminga tayyor turishimiz kerak. Tushunarlimi? Mumkinmi o'rtoq mayor? Nima gap? Tinchlikmi? Hozirgina xabar berishdi. Ko'l atrofidan jasad topilibdi. Jasad qayerda? Taqirtepa yo'ldan kelishdi. Yo'l bo'yining chap tarafidagi ko'l bo'yidan. Cho'ponlar ko'rib qolib qo'ng'iroq qilishdi. Xabar tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'iga, tuman prokuraturasiga yuborildi. Luqmonov, Eshitaman o'rtoq mayor. zudlik bilan tezkor guruhni ogohlantir. Xo'p bo'ladi. Biz ham jinoyat bo'lgan voqea joyiga jo'naymiz. Ketdik. Bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Bugun Ahmad akam bilan shu yoq atrofga qo'ylarni olib chiqqan edik. Xo'sh, keyinchi? Men bilan yuring. Keyin men qo'ylar yulg'unsorlarga kirib ketmasin deb qarab qo'yishga borgandim. Xo'sh, Keyin bir payt bizning it vovullab shu tomonga qarab yugurib qoldi. davom et. Men ham izidan keldim birga. Nima Xo'sh. ekan deb. Qarasam odamni o'ligi yotibdi. Qo'rqib ketdim. Keyin Ahmad akamga aytdim. Ahmad akam o'ylab Xo'sh, o'tirmasa militsiyaga qo'ng'iroq qildilar. Xabar qilganingiz yaxshi bo'ldi. Endi biroz sabr qilib turasiz. Chunki guvoh sifatida bayonnomaga qo'l qo'yasizlar. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Luqmonov, Eshitaman o'rtoq mayor. bulardan ko'rsatma olib bayonnoma tuzing. Xo'p bo'ladi. Sobirov, Eshitaman o'rtoq mayor. nimalarni aniqlatdingiz? Yoshi 23-25 atroflarda. Xo'sh, Ko'rinishiga qaraganda shaharli yigitlarga o'xshamayapti. Xo'sh, yuzini chap tarafini tulkimi, chiya bo'rimi tishlab ketibdi. Taxminimcha qotillar 2 kishi bo'lgan. Uni avval bo'g'ib, keyin qorin qismiga pichoq urib o'ldirishgan. yonidan biror hujjat chiqdimi? Yo'q, chiqmadi. Faqat talonchilik qilishganga o'xshamayapti. Yonidan 40 ming so'm pul topildi. Yigitni qachon o'ldirishgan? Anig'ini sudmed ekspertiza ayta oladi. Taxminan bo'lsa ham ayta olasanmi? Taxminimcha 2 kun bo'lgan. Ha, o'rtoq mayor. Nimaga? Yonidan yigitni shimili chap cho'ntagidan
taklifnoma chiqdi. Manzili bor ekanmi? orqasiga Feruza deb yozilgan. Luqmonov, eshitaman o'rta mayor. sen bo'limdan Usmonovani olgin-da. Mana bu taklifnomadagi qizni surishtiringlar. Xo'p bo'ladi. Balki ular marhumni tanir. Xo'p, Ishni bajaringlar. xo'p bo'ladi. 102.055 ga. Murdani olib ketishdi. Biz tezda yetib boramiz. Usmonova, tayyor bo'lib turing. Men boryapman. Hozir bir joyga o'tib kelishimiz kerak. Boshliqning buyrug'i. Mayli, xo'p, bekatda uchrashamiz. O'rta mayor, menga ruxsat bering. Ruxsat. Xo'p bo'ladi. Zokir! Iye, Oshna, Odil, o'zingmisan? qalaysan o'rtoq? Yaxshi Qalaysan, yuribsanmi? o'rtoq? Rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Ha, yaxshi. Qani ichkariga kir. Yo'q. Men birovga kelgandim. Iye, birovga? Ha. Biroving nimasi? Necha yil bo'ldi ko'rishmaganimiz? yo'q. Yura qol ichkariga. Ichkarida gaplashamiz, yur. Qo'y, xijolat Qani qilma. yur, Odil. Ozib-yozib bir kelganingda uyga kirmay ketasanmi? Ke do'stim, ke. Qani to'rga chiq. O'tir. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohi amin. Olaylik, oldirmaylik. Allohu akbar. Qaysi birdan qo'yay? Qizil, oq, ko'k. Yo'q. Yo, kompotmi? Yo'q, rahmat. Ha, issiqda endi kompot ichiladi-da, ha? Obodilay. Qaysi shamollar uchirdi? O'zi ko'rishmaganimizga ham 100 yil bo'ldi-yu. Ha? Undan ham ko'p. Harbiy xizmatdan qaytganimda uchrashgan edik. Adashmasam. To'g'ri. Zokir, bu uylarni rosa o'zgartirib yuborsanmi? Qoyil, havasim keldi. Ha, endi sizlar o'qiyman dedilaring. Men pulni izdan tushdim. Chunki burnim pul hidini yaxshi sezadi-da. Gap yo'q. Bu uy emas, saroy. Ha, endi Hammasini o'zing qildingmi? qada. Havasim keldi. Kim bo'lardi, jo'ra? O'zim qilaman-da. Xudo beraman desa beraverar ekan-da. Xo'sh, o'zingda nima gaplar? Seni to'yga aytib kelgandim. Mana. Rostdanmi? Ha. Sen ham oxiri uylanadigan bo'psan-da. Kelin kim? Kelin Kelin bu o'sha Savdatmi? Bizdan 2 sinf keyin o'qigan? ha, o'sha. Qoyilman Odil do'stim, tabriklayman. Baribir sen yutib chiqibsan-da. Buni yuvish kerak. Yo'q, shart emas. Esingdami? Maktabda o'qib yurgan paytlarimizda Saodatni ikkalamiz ham yaxshi ko'rardik. Uni deb hatto ikkalamiz mushlashgandik. Ha. Endi yoshlik ekanda. Yugurganniki emas, buyurganniki deyishadi-ku. Tabriklayman do'stim. Hozir. Zokir, Qani? menga shart emas. Ol. Yo'q dema. Ol. Qani? Sizlar uchun.
Sizlarga baxt tilayman do'stim. Lekin bilib qo'y. Saodatni xafa qilish yo'q. Bo'lmasa, o'zim xafa qilaman, a? Xo'p. Qani, yana bitta. Yo'q, bo'ldi Zokir, qo'ysingchi. Ol. Do'stim, tortinmasdan. Qani, yana bittadan. Sizlar uchun. Mana ko'ryapsan do'stim, men mana shu narsalarga o'ralashib qoldim. Topganlarim faqat shular. Ha, senga havasim kelyapti. Bu narsalarga qachon ulgurding? Ha, aytganday, kelin qalay, yaxshi yuribdimi? Nima desam ekan? Javobini berganman. Nega? Xarakter to'g'ri kelmadi, kitobiy yashaydigan qiz ekan. Menga to'g'ri kelmadi. Lekin nolimayman, ishim yaxshi. Mashinam bor, pulim yetarli. Shaharda 4 xonali uyim bor, jihozlab qo'yganman. Janonlar serob. Xo'sh, haligi o'zingni o'qishing bor edi-ku, nima bo'ldi? Ha, tugatdim. Ishga kirmagandirsan hali? Yo'q, to'y o'tsin, keyin kirarman. Qani, yana bittadan. Olmasak bo'lmaydi. Zokir, qani, kerak emas. Yana bittadan, sizlar uchun. Shart emas. Sizlar uchun, do'stim. Qani? Baxtli bo'linglar, do'stim. Xo'sh, do'stim, bizga nima xizmat? Qani ayt. Rahmat, yo'q. Xizmat kerak emas, hammasi joyida. Sinfdosh do'st bo'lsam, tortinmay aytavergin. Bu narsa kerak bo'lsa olib beray. Pul-mul kerak bo'lsa aytaver. Zokir, men bilaman, xarajating katta. kerak emas. Bir to'y qilib kambag'allashgan degan gap bor. Eshitganmisan? Ha. Lekin Zokir, hamma narsa bor. Hammasi yetarli. Qarz ko'taryapman. Qarz? Voy, men turganda sarg'ayib qarz ko'tarib yurasanmi? Qancha kerak, ayt. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Mana bu manzilga borishimiz kerak. Qani? Ularni topmasak bo'lmaydi. Tushunarli. Qancha kerak, ayt. To'g'risini aytsam, ancha kerak. Shuning uchun ham qarz ko'tarmoqchiman. To'yxonaning pulini to'lash uchun. Ha, aytganday, men ham sen to'y qilgan to'yxonada qilyapman. Globaldami? Ha, o'sha yerda. Bo'lmasa, gap bunday. To'yxonani pulini men ko'taraman. U to'yxona bilan oldi berdilarimiz bor o'zaro. Nimalar deyapsan, Zokir? Ancha pul yo'q, unaqa dema. Qancha bo'lsa ham men ko'taraman. Gap tamom. Sen keyin ishlab uzarsan qarzingni. Xo'pmi? Saodat uchun. Sen uchun qilyapman. Nima? Begonaga qilyapmanmi? Rostdanmi? To'yxona hal bo'ldi deyaver. Sen haligi o'zingni kam ko'stingni o'ylayver, xo'pmi? Lekin odamni hijolat qilma, Zokir. Tavba.
Qo'ysangchi bunday gaplarni. Biz sen bilan sinfdosh do'stmiz. Do'stlik pul bilan o'lchanmaydi. Menda bor ekan, senga beryapman. Begonaga berayotganim yo'q-ku. Vaqt kelsa, sen ham menga berasan. Ha? Shunaqami? Ha, Zokir, men albatta qaytaraman hammasini. Men ishonaver, albatta qaytaraman. Lekin kutmagandim. Chinakam do'stning ishini qilding. Albatta ishlab qaytaraman, Zokir. Sen ham bunday yurmagin, xo'pmi? O'zingga mos ish topgin. Zamonga moslash, pul topish yo'lini o'yla. Shunda sen ham menga o'xshab puldor bo'lib ketasan. Zokir, puldor bo'lish meni qo'limdan kelmaydi. Odil, qalovini topsang qoram yonadi. Boshlanmasiga o'zim yordam beraman, xo'pmi? Chet eldan mol olib kelamiz, mijozlarga tarqatib chiqamiz. 3-4 kundan keyin borib, pulni yig'ib chiqamiz. Ish o'rganish uchun yonimda yurasan. Hozir menga bu ishda sherik kerak. Ishlasang haqqingni olasan. Yo'q, rostdanmi? Rost? Nima? Men senga yolg'on gapirarmidim? Nima deysan, rozimisan? Roziman, lekin nimaga? Faqat yoningda yurganing uchun haq to'laysanmi? Yonimda bekor yurmaysan. Pulni, tovarni qo'riqlab yurasan. Axir harbiy xizmatda bo'lgansan-ku. Ha, bo'lganman. Ha? Xo'p, mayli, roziman. Ha, yaxshi. Unda bugundan ish boshlaymiz. Qani qo'l tashla. Endi sheriklarda ishlaymiz. Men bilan bo'lsang, Odilboy do'stim, kam bo'lmaysan. Xo'p. Qo'lingga ham pul ko'radi. Bo'ldi, kelishdik Zokir. Rahmat. Yasha. Bo'lmasam, tushdan keyin soat 4larda haligi Vusol to'yxonasini oldidan olib ketaman. Xo'pmi? Mayli. Aha. Qani endi bitta olaylik. Ey, yo'q, qo'ysangchi Zokir. Sizlar uchun, saodat uchun, sen uchun yana bitta olaylik. O'zim ham ichmayman, do'stim. Sizlar uchun ichsam ichibman. Men ichkilikni ko'tara olmayman, Zokir. Ha? O'zim olib borib qo'yaman. Qani ol, do'stim. Qani oldik. Saodat uchun, sen uchun. Baxtli bo'linglar. Birinchi yashil darvoza shumi? Menimcha shu bo'lishi kerak. Qog'ozdagi manzilini ko'ring-chi. To'g'ri. 10-uy raqam turibdi. Taqillatib ko'ring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Kelinglar. Uzun bezovta qildik. Biz tuman ichki ishlar bo'limidan bo'lamiz. Bu Qodirovlar xonadoni, to'g'rimi? Ha, shunday. Shunday. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik amaki, tinchlik. Shanba kuni to'y qilyapsizmi? Ha, nima edi? Zamiraxon bilan Bahodirjonlarning to'ylari shundaymi? Shunday. Nega so'rayapsizlar? Yaxshi. Tinchlik o'zimiz surishtirib yurgandik. To'g'ri. Bu taklifnomani kim tarqatgan? O'g'lim tarqatgan. O'g'lim deng. Ha, o'g'lim. Nima gap? Yo'q, siz xotirlamang. Bahodir aka uydamilar? Ha? Chaqirib bering, iltimos. Kiraylik ichkariga. Yo'q, rahmat. Chaqirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, hozir. Bahodir, o'g'lim, qarab yubor. To'g'ri topamiz. Ha, shu yer ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Biz tuman ichki ishlar bo'limidan bo'lamiz. Bizdan bir narsa so'ramoqchi edik. Mana bu taklifnoma sizning to'yingizning taklifnomasi, shundaymi? Ha, shunday. Feruzani taniysizmi? Yo'q, tanimayman. Unda kim tanishi mumkin? Bilmadim. Biz xudolarga 50 tacha taklifnoma tarqatganmiz. Balkim Feruza Zamirani dugonasidir. Zamira ishlaydimi yoki o'qiydimi? Qayerda ishlaydi? Chivar firmasida tikuvchi. Tikuvchi. Aka, biz Feruzani topishimiz kerak. Biz bilan borsangiz yaxshi bo'lardi. Yo'lda hammasini tushuntirib berardim. Mayli. Men bo'lmasam kiyinib chiqay. Bemalol kutib turamiz.
bolam ish qilib tinchlikmi, nega surishtirib yuribsizlar? Tinchlik amaki, xizmatchilik. Bizni to'yimizga ta'siri yo'qmi? Yo'q, to'yingizga hech qanday qanday ta'siri ta'siri yo'q. yo'q. To'yingiz yaxshi o'tadi, xudo Rahmat. xohlasa. Assalomu alaykum. Assalomu Va alaykum Kelinglar. assalom. Yaxshimisiz? Zamira siz a? Ha. Mana bu taklifnomani siz yozganmisiz? Ha. Nega so'rayapsizlar? Feruza ismli qiz sizga kim bo'ladi? U dugonam shu yerda ishlaydi. Tushunmadim. Bu taklifnoma sizlarga qanday tushib qoldi? Mumkin bo'lsa dugonangizni chaqirib chiqing, iltimos. Voy, telefonim qolib ketibdi. Men hozir. O'rtoq yotig'i bilan tushuntirsangiz-chi, o'zi nima bo'lyapti? Aka, biz shunchaki surishtirib yuribmiz. Hammasi yaxshi. Assalomu alaykum. Azok. Seni kuttirib qo'ymadimmi? Ay, yo'q ey. Nima gap, tinchlikmi? Qani ketdik, bir qishloqni aylantirib tomosha qildirib kelaman. Nega? O'zing mashinaga minmading? Odil, bafurja, gaplashib, yeb-ichib, mazza qilib kelamiz. Xo'pmi? Qani mashinaga o'tir. Hop, hop. Shunchaki surishtirib yuribmiz. Xavotir oladigan hech narsa yo'q. Yaxshi, tushunarli. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana, bu Feruza. Assalomu Yaxshimisiz? alaykum. Va alaykum assalom. Ha, tinchlik, meni so'ragan ekansizlar? Feruza, mana bu sizga yozilgan taklifnomami? Ha, menga yozilgan, nega so'rayapsizlar? Bu taklifnomani kimga bergansiz? Ha, nima edi? Savolga javob bering. Negaligini keyin aytamiz. Samat aka avariya bo'ldilarmi? Kim u Samat akangiz? Haligi Samat aka Feruzaning bo'lajak turmush o'rtoqlari. Bir oy ichida to'ylari bo'lish kerak edi. Samat akangiz shaharlimidi? Ha, Samat akam shaharlik. Samat akangiz nima ish qiladi? Samat akam o'qiydi. Bo'sh vaqtlarda kirakashlik qiladi. Taklifnomani Samat akangizga berganmidingiz? Ha, taklifnomani Samat akamga ko'rsatgan edim. Men ham shunaqa taklifnoma chiqartiraman deb cho'ntaklarga solib qo'ygan edilar. Ha, tinchlikmi? Bu taklifnoma sizlarga qanday kelib qoldi? Samat akangizning mashinasi qanaqa? Matiz, Best. Yozing, Matiz Best. Samat akangiz uy manzilini bilasiz, bizga aytib yuboring. Qorasuv ko'chasi 5-uy. Ha, tinchlikmi? Buncha surishtirib qoldinglar. Samat akamga biron nima bo'ldimi? Biz shuni aniqlash uchun yuribmiz. Mayli, yaxshi qoling. Taklifnomani berib yuboring. Keyin olasiz. Bahodir aka, sizni tashlab qo'yaylikmi? Yo'q, men o'zim yetib olaman. Mayli. Unda Xo'p, rahmat, mayli. sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Xayr. Bahodir aka, tinchlikmi? Men ham bilmayman. Mana shu taklifnoma orqali meni ham topishibdi. Nazarimda bu Samat bilan nimadir bo'lganga o'xshaydi. Voy sho'rim. Shunday qilib omadim bor ekan. Qodir aka bilan tanishdik. Qodir aka Voqt aka bilan tanishtirdi. Shundan keyin ishlarim yurishib ketdi. Ular oqib kelaverdi, oqib kelaverdi. Aka, o'shalar bilan meni ham tanishtirib qo'ysangiz yaxshi bo'lar ekan. Bu kira qilish jonga tegdi-da. O sen bola, birovni gapiga quloq solmasdan yo'lingga qara. Ular hammani ham olavermaydi. Ayniqsa so'taylarni. Lekin olishsa kam bo'lmaysan. Mana masalan, otam seni aniq qabul qilishadi.
Yo'q. Sen qayerdan bilasan? Birinchidan seni tavsiyangni men qilib. Ular o'zlariga ishongandek ishonishadi menga. Ikkinchidan, o'qimishli, oq-qorani farqiga boradigan bo'lasan. Uchinchidan, haligi harbiy xizmatni o'tagansan. Bizga aynan shunaqalar juda ham zarur. Mayli. Har qanday ish bo'lsa qilaveraman, Zokir. Qaytmayman. Bo'ldi, mana shu ishni bitirib qaytaylik. O'zim tavsiya qilaman. Sen yonimda bo'lsang 1 milliard pulni ham qo'rqmasdan olib kelaveraman. Ha, aka to'g'ri. Pul bor joyda iloji bo'lsa 2 kishi bo'lishi kerak. O'tgan yili ham bir voqea bo'ldi aka. Bir ayolni dashga olib borib tashlashib, pulini olib ketib qolishdi aka. Kim qilganligini topisha olmadi hech kim. Sen bola o'zi nuqul birovni gapiga burningni tiqarar ekansan-da, ha? Aka burnimni tiqayotganim yo'q. Sizning gapingiz to'g'riligini tasdiqlayotgandim faqat. Xo'p desang-chi endi. Yo'lingga qara. Xo'p aka. O'rtoq polkovnik, halok bo'lgan yigitchaning yoshi 24-25 larda ekan. Yonidan biror hujjat chiqdimi? Ha, uni yonidan chiqqan to'y taklifnomasiga qarab uni shaxsini aniqladik. Xo'sh, kim ekan? Qorasuv ko'chasi 25-uyda yashovchi Nabiyev Samad G'aniyevich. U kirakashlik bilan shug'ullanar ekan. Ota-onasining aytishiga qaraganda, u tushlik mahal uydan mashinasini haydab chiqib ketgan va shu bo'yi qaytib kelmagan. Uydagilar albatta xavotirda bo'lishgan. Militsiyaga xabar bermoqchi bo'lishgan. Mashinasi rusumi qanday ekan? Matiz, oq rangli, davlat raqami 25M306KA. Mashinaga qidiruv e'lon qildinglarmi? Xuddi shunday o'rtoq polkovnik. Mashinasini olib qochish uchun qotillik qilishganmikin? Buni hali aniqlay olmadik. Uydagilariga murdani ko'rsatdinglarmi? Ha, tanishdi. Fazilov, shu rusumdagi avtomashinalarni, avtotex xizmat ustaxonalarini nazoratga olinglar. Xo'p bo'ladi o'rtoq polkovnik. Sen nima deb o'ylaysan, Fazilov? Bu mashina o'g'irligimi? O'rtoq polkovnik, mashinani o'g'irlash uchun bu qotillikni sodir etishmagan. Nega? Bu yerda boshqa gap bor. Xo'sh. Birinchidan, mashina juda ham eski, narxi juda past bo'lgan. Qolaversa, bunday eski mashina hech kimga kerak emas. To'g'ri, Fazilov. Bu gapingda jon bor, lekin barcha taxminlarni tekshiringlar. Hech bir e'tibordan chetda qolmasin. Xo'p bo'ladi o'rtoq polkovnik. Ketishga ruxsat eting. Ruxsat.